Donolar davrasida kar bo'l, donolar davrasida soqov bo'l. Notanish o'yinni o'ynaganingda hech qachon birinchi yurish qilma. Bo'ronda berilgan va'dalar quyoshli kunda unutiladi. Taoming darmon kabi bo'lsin. Aks holda kun kelib dorilar taoming o'rnini egallaydi. Seni kibrli qiluvchi yutuqdan ko'ra, seni kamtar qiluvchi xatolar foydaliroqdir. Odamlar sendan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olmaganlarida juda tez g'azablanishni boshlashadi. Yo'q deyishni o'rgan. Ko'pchilikni yo'qotasan, lekin hurmatga sazovor bo'lasan. Sen bu dunyoga hammaga birdek yoqish uchun kelmagansan. Hurmatni, yaxshi muomalani va mulozamatni faqat shunga loyiq bo'lgan insonlarga ko'rsat. Ko'pchilikning fikri har doim noto'g'ri, chunki ko'pchilik ahmoq. Bilim bu nima so'zlashni bilishdir. Donolik bu qachon so'zlashni bilishdir. Har bir munosabatlarda, xoh ayol bilan, xoh erkak bilan, katta, kichik, boy yoki kambag'al bilan doimo chegara qayerda ekanligini belgilab qo'y va bu chegaradan o'tish ular uchun qimmatga tushishini bildirib qo'y. Pul berishning o'zi yetarli bo'lgan insonlarga mehringni berma. Seni izlamaydiganlarni izlashni to'xtat. Shundagina seni izlayotganlar seni topadi. Rahmdil va muloyim bo'l. Kim odamlarga rahm qilmasa, Alloh ham unga rahm qilmaydi.